uchburchakka tashqi chizilgan aylana. Diqqat qilamiz. Xo'p, IDC nomerlangan. Diqqat qilinglar, tashqi chizilgan aylana bu ikki xil mavzu, ikki xil holatda keladi. Birinchisi, uchburchakka tashqi chizilgan aylana deb keladi. Ya'ni aylana uchburchakning tashqarisida yoki aylanaga uchburchak ichki chizildi deb keladi. Tushunarli? Adashtirib qo'ymanglar. Ichki degan so'zni ko'rib turib, ichki chizilgan aylana mavzusiga o'tib ketib qolmanglar. Aylanaga uchburchak ichki chizildi deb ham savolni beradi. Ya'ni aynan uchburchakka aylana tashqi chizildi deb savolni bosh vermaydi har safar. Tushunarli? Xo'p, endi diqqat qilamiz, tushunib olishimiz kerak. Tashqi chizish nima degani? Birinchi navbatda o'sha sharti. Har doimgidek tashqi chizish deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Mana biz mana bundoq qilib chizib qo'ymaymiz-ku. Tashqi chizish deganda bundoq qilsak, ana uchburchakning tashqarisi aylana demaymiz-ku. To'g'rimi? Yoki-da mana uchburchak bo'ladigan bo'lsa, bundoq qilib qo'ymaymiz-ku, to'g'rimi? Tashqi chizish sharti degani nima degani? Tashqi chizish. Aytinglar, o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, qachon biz aylanani uchburchakka tashqi chizildi deymiz? Uchburchakning uchlari tomonga teng bo'lishi kerak. Uchburchakning uchlari aylanadagi nuqtalar bo'lishi kerak. Uchburchakning uchlari aylanada yotishi kerak. Tushunarli? Mana o'sha eng asosiy sharti shu. Tushundik? Demak, diqqat qilamiz. Mana shart qanaqa ekan? Uchburchakka aylana tashqi chizilishi uchun uchburchakning uchlari o'sha aylanadagi nuqtalar bo'lishi kerak. A, B, C. Aylana uchun bu aylanada yotgan nuqtalar. Uchburchak uchun A, B, C uchburchakning uchlari. Tushunib oldik-a? Xo'p, endi diqqat qilamiz. O'sha aylanani mana shartlashib oldik. Xo'p, shartlashgandan keyin ham hozirlarga bitta uchburchak berib turib, tashqi aylana chizsam, sirkulda chiza olmay qolishinglar mumkin. Sirkulning markazini qayerga qo'yishni bilmay qolishinglar mumkin. O'sha markaz qayerda bo'ladi degan savol tug'iladi. Markaz topib olishimiz kerak. Diqqat qilinglar. Qanaqa qilib topamiz markazni? Mantiqan o'ylaylar. Mantiqan o'ylaymiz. Xo'p, mana aylanani markazi bo'lsin. Mana O nuqta aylanani markazi bo'lsin. To'g'rimi? Agar men hozir aylanani markazi bilan buni tutashtirsam, bu aylanaga nima bo'ladi? Aylana uchun radius bo'ladi. Mana bu ham aylana uchun radius bo'ladi. A, O, B qanaqa uchburchak bu? A, O, B teng yo'lli uchburchak bo'ladi. Eng qizig'i, mana buni tutashtirsam ham bu radius bo'ladi, B osi ham, A osi ham teng yo'lli uchburchak bo'ladi. Endi diqqat qilinglar, tomonga qanaqa qilib bog'laymiz? Mana shu tomonga qanaqa qilib bog'lasak bo'ladi? Qanaqa qilib bog'laymizki, diqqat qilinglar. Agar biz aylana markazidan mana shu tomonga perpendikulyar tushirsak, bu mana shu tomonning o'rtasi bo'ladi. Ya'ni bu tomonga teng bo'lib qoladi. Tushunarli nima deganim? Agar biz mana bu yerdan turib bu yerga perpendikulyar tushirsak, mana bu ham balandlik teng yo'lli uchburchakning balandligi mediana ham hisoblanadi-ku. Mana bu ham teng bo'lib qoladi va bu yerga tushiradigan bo'lsak, bu ham teng bo'lib qoladi. Endi mana shu jarayonni kassetasini orqaga aylantiramiz. Agar biz uchburchak olib turib, diqqat. Demak, ixtiyoriy uchburchak olib turib, tomonlarning o'rtasini topib olsak, o'rtasiga boryapti-ku. Tushunasizlarmi? Tomonlarning o'rtasini topib olib turib, o'rtasini. Tushunarli? O'rtasini topish oson. Lineykada o'lchaysiz, yarmini topasiz. Tushundingizmi? O'sha nuqtadan perpendikulyar chiqarsangiz mana 90 gradusda. Mana bu o'rtasini topib, bu yerga perpendikulyar chiqarsangiz mana 90 gradusda. Bu yerga ham perpendikulyar chiqarsangiz 90 gradusda. Mana shu nuqta tashqi chizilgan aylana markazi bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, tashqi chizilgan aylananing markazini topishni qoidasi qanaqa? Uchburchak tomonlarining o'rtasini topar ekansiz. Nima unaqaligini tushunasizlarmi? Mana bu isbotlab ko'rsatib qo'ydik. Faqat teskari jarayonni tushuntira olmayman. Uchburchakning tomonlarini o'rtasini topib olasizlar. Mana har bitta AB, BC, AC tomon o'rtasini topib olasizlar. O'rtasini topib olgandan keyin o'rtadan perpendikulyarlar chiqarasizlar. Perpendikulyarlar bitta nuqtada kesishadi va bu perpendikulyarlar o'rta perpendikulyar deyilar ekan. Nima deyilar ekan? O'rta perpendikulyar deyilar ekan. O'sha o'rta perpendikulyarlar kesishgan O nuqta tashqi chizilgan aylananing markazi bo'ladi. Siz sirkulni qo'ydingiz, sirkulning ikkinchi uchini bu yerga qo'ydingiz, bitta aylantirsangiz aniq shu yerlardan o'tadi. Tushunarli? Tushunarli? Demak, mana aylana chizyapmiz, mana bunday tarzda bo'ladi. Tushundingiz? Demak, qoidasi kelib chiqdi. Qoida kelib chiqadi nima? Yozamiz. Uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazi uning o'rta perpendikulyarlari kesishgan nuqtada bo'ladi. Tushundingmi? Yozamiz. Uchburchak
ga tashqi qisilgan aylana markazi uning o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqtasida bo'ladi. O'rta perpendikulyar degani hamma tomon o'rtalarini topar ekansiz, o'rtalardan perpendikulyar chiqarar ekansiz, o'sha kesishgan nuqta aylanani markazi hisoblanar ekan. Aziz uchun oldiga mana qoidasi shu. Aylana markazini topish. Aylana markazi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi xossalarni yozib tashlaymiz. Diqqat qilasizlar. Xo'p, Aziz, Umid, diqqat qilinglar. Muhammad Sodiq, Isrif, qaranglar. Birinchi xossa uchburchakning tomonlari va radius o'rtasidagi munosabat. Uchburchakning tomonlari va tashqi chizilgan aylanani radiusining o'rtasidagi munosabat mana. Mana bizda tashqi chizilgan aylana bo'lsin. Mana. Diqqat qilinglar. Mana bu A nuqta bu nima? A nuqta kim aytadi? Uchburchakning uchi. Uchburchakning uchi. Aylana uchun bu nima? Aylanadagi nuqta. Xo'p, AB bu nima? Tomon, uchburchak uchun tomon, aylana uchun vatar. Xo'p, ikkita vatar, bitta nuqtadan ikkita vatar chiqsa, bu yerda ichki burchak hosil bo'ladi. Masalan, mana bu burchak, BAC burchakni masalan deylik, alfa burchak deydigan bo'lsak, u uchburchakni burchagi, lekin aylana uchun u ichki burchak. Tushuntira oldimmi? Qanaqa burchak? Ichki burchak. Endi diqqat qilinglar. Mana bu ichki burchak, deylik, mana bu aylanani markazi. Aylanani markazi. Xo'p, biz mana bundoq tutashtiradigan bo'lsak, bu aylananing nimasi bo'ladi? Radiusi bo'ladi. Mana bu aylanani radiusi bo'ladi. Unda mana bu burchak qaysi bo'ladi? BOC burchak. Markaziy burchak bo'ladi. Bilasizlar? Mana bu alfa burchak BC yoyiga qarayapti. Alhamdulillah. Demak, BOC burchak ham o'sha BC yoyiga qarayapti. Tushunasizlar? Unda mana bu alfa bo'lsa, mana bu burchak qancha bo'ladi? Mana shu burchak. Yozmaymiz. Qaraymiz. Mana shu burchak qancha bo'ladi? Burchak 2 alfa bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, endi mana bu alfa tomon qarshisidagi, alfani qarshisidagi uchburchakning tomonini A tomon deb turaylik. Tushunasizlar? Mana bu tomonni nima deymiz? Uchburchakning A tomoni deb turaylik. Bo'ladimi? Xo'p, endi diqqat qilasizlar. Biz agar mana bundan balandlik tushiradigan bo'lsak, o'sha balandlik o'z navbatida nima ham hisoblanadi? Ham mediana ham bisektrisa hisoblanadi. Chunki bu teng yo'lli. Bu teng yo'lli. Unda bu bisektrisaligidan bu alfa bo'lsa, bu 2 alfa deb o'zinglar aytdinglar hozir. Mana. Unda mana burchak qancha bo'ladi? Alfa, bunisi alfa bo'ladi. Unda mana bu joy qancha bo'ladi hozir? Mana bu joy. A taqsim 2 bo'ladi, chunki mediana bu. Hozir mana bu yerga kelishdik. To'g'rimi? Xo'p, endi mana bu yerda diqqat qilinglar. Mana bu tashqi chizilganlar radiusimi? Sinus alfaga ta'rif bera olasizlarmi mana shu sinus alfaga? To'g'ri burchakli uch burchakda mana bu. BO mana buni D deb qo'yaylik. BOD de sinus alfa ta'rif bera olasizlarmi mana shu to'g'ri burchakli uch burchakda? Bu katet, bu gipotenuza. Sinus alfa nimaga teng bo'ladi? Qarshidagi katetni. To'g'rimi? Tushundik? Endi 2 haqqa tushib ketadi. Pastga. Bu A taqsim 2R bo'ladimi? A ni topadigan bo'lsak, bu yerdan nima bo'ladi? 2R sinus alfa bo'ladi. Mana bizga kerakli formula. Tushunarli? Endi buni umumlashtiramiz. Umumiy holatda yozamiz. Biz bitta tomon uchun isbotladik-ku. Qaranglar, bu nimaga o'xshaydi? Sinus alfani bu yerga olib o'tsam maylimi hozir mana shu yerda? A taqsim sinus alfa nimaga teng bo'lib qoladi? 2R ga teng bo'lib qoladi. Nimanidir eslatib o'tdimi? Qaranglar, uch burchakning mana bu tomoni A de, A ni qarshisidagi burchak alfa. A ni qarshisidagi tomon, burchak qarshisidagi tomonni burchakning sinusiga bo'lganmiz. Qachon? Qachon shunaqa qilganmiz? A ni sinus alfaga bo'lganmiz. Qaysi mavzuda? Sinuslar teoremasida. O'xshatdi shunga. O'sha nimaga teng ekan? 2R ga. Bu faqat A va uni qarshisidagi tomon uchun. Lekin boshqa tomonlarga ham xuddi shunaqa isbotlasanglar bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni bizda umumiy holat qanaqa? Agar bizaga uchburchakka aylana tashqi qisilgan bo'lsa, xo'p, mana A, B, C bo'lsa, xo'p, mana bu tomon bizda alfa bo'lsa,
mana bu bizada bu burchak beta bo'lsa, mana bu bizada gamma bo'lsa, alfa burchak qarshisi tomon bizda a bo'lsa, xo'p, beta burchak qarshisi tomon bizda b bo'lsa, gamma burchak qarshisi tomon bizda c bo'lsa. To'g'rimi? Aylanani radiusi nima bo'lsa? Aylanani radiusi r bo'lsa, xohlagan joyga o'tkazib qo'yiraman. Bu yerga o'tkazib qo'ysangiz ham farqi yo'q mana. Bunda o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi radiusni. Tushundingizmi? Aylanani radiusi masalan r bo'ladigan bo'lsa, mana shu tomon va burchak radiusga bog'lanishini formulasi bor ekan. Mana ekan shu formula. Yo'qda mana ekan, mana. A qanaqa qilib yoziladi? A 2r sinus alfa. Tushunarli-a? B qanaqa qilib topiladi? 2r sinus C qanaqa qilib topiladi? 2r, hamma tushunyapti? C barobar 2r sinus gamma. Mana buni shablonman. Sinus gamma. Tak. Mana bizada formula kelib chiqdi. Menimcha hamma tushundi. Endi buni boshqacharoq variant yozaman. Hammasida u yoqqa olib o'taman. Sinus alfani ham, sinus betani ham, sinus gammani ham olib o'taman. Nima bo'ladi unda menda? A taqsim sinus alfa 2r etinglar. B taqsim sinus beta 2r. C taqsim sinus gamma 2r mi? Xulosa nima kelib chiqadi? Xo'p, hammasi 2r ga teng bo'lsa, ular bir-biriga ham nima bo'ladi? Teng bo'ladi. A taqsim sinus alfa, B taqsim sinus beta, C taqsim sinus gamma va u nimaga teng bo'ladi? 2r ga teng bo'ladi. Tushundingizmi? Ular hammasi bir-biriga teng bo'ladi, unda 2r bo'ladi hammasi. Tushuntira oldimmi nima deganim? Va bu sinuslar teoremasining umumlashgan varianti bo'ladi. Ya'ni men sizlarga 2r deb yozib berdim, nima uchunligini tushuntirmayman dedim-ku. Mana endi tushuntiryapman-da. Sinuslar teoremasini isbotlaganda 2r aytdim, lekin to'liqroq variantini keyin o'rgataman dedim. Asli o'sha sinuslar teoremasi aylanani keltirib chiqarsa bo'lar ekanda. Va u a taqsim sinus alfa, b taqsim c taqsim sinus gamma va ularning hammasi aslida 2r ga teng edi. Biz oldin mana bu qismisiz o'rganardik sinuslar teoremasini. Ana endi to'liqroq bo'ldi, 2r bo'ldi. Tushunarli-a? Muammo yo'qmi? Tushundik? Xo'p, qayerda ko'ramiz bu misolni deylik. Qaranglar, bizga aytadi savol. IDC dan qidirmadim. Qaranglar, ichida bor. Ham uchburchakning radiusi bunday deb qo'yganda, qaranglar. Savol mana bunaqa. Mana bu tomon 30 gradusda, mana bu tomon 20. Sizdan radius top deyapti. Tushunasizlarmi? Aylanani nimasini topgan deyapti? Radiusini top deyapti. Nima qilasizlar? 20 taqsim sinus 30 2r. Sinus 30 da nimaga teng? 1 taqsim 2 2r, 2 tepaga ko'tarilsa 40 teng 2r. Radius topadigan bo'lsak, r 20 bo'ladi mana. Tushunarlimi yo'qmi? Qiyinmi? Qiymasa tushunarli-a? Mana radiusimiz 20 ga teng bo'ldi. Ha, bitta misol oddiy. Demak, men nima demoqchiman? Diqqat o'rtoqlar. Agar siz tashqi chizilgan aylanani markazini topmoqchi bo'lsanglar, diqqat. Tashqi chizilgan aylanani markazini topish uchun sizlarga albatta bitta tomon kerak ekan, albatta. Va uni qarshisidagi burchak kerak ekan. Yana takrorlayman. Bitta tomon va qarshisidagi burchak bo'lsa, siz har doim radius topa olasiz. Nima kerak ekan? Bitta tomon, uni qarshisidagi burchak kerak ekan. Yana takrorlayman, nima kerak ekan? Bitta tomon va uni qarshisidagi burchak kerak ekan. O'shanda siz aylana radiusini topa olasiz. Yaxshi, aylanani radiusini yuzaga qanaqa qilib bog'lasa bo'ladi? Mana shundan ham misollar ko'p keladi sizlar. Diqqat qilasizlar. Demak, mana bizada aylana ichiga uchburchak chizildi. Degani uchburchakka aylana tashqi chizildi. Mana uchburchakka aylana tashqi chizildi, aylanaga uchburchak ichki chizildi. Bitta gap keladi, to'g'rimi? Xo'p, diqqat qilasizlar. Uchburchakning tomonlari bor. Bizada mana burchak bor, alfa. Alfani qarshisi tomon deylik, bizada b bo'lsin, a bo'lsin. Ana. Endi mana bu tomonlar bor bizada. Bizada mana bu tomon bor. B tomon bo'lsa, mana bu tomon bizada C tomon bo'lsin. Xo'p, uchburchakning yuzasini mana shu yerda topa olasizlarmi? Mana shular berilsa. Albatta topa olasizlar. Bilasizlarmi qanaqa qilib? B ni C ga, sinus alfaga. Sizlar aytgansizlar, ikkita tomon orasidagi burchak bo'lsa, yuzani topa olaman degansizlar, to'g'rimi? Uni topa olamiz. Xo'p, qaraymiz. Endi yuzani topishni aytinglarchi, uchburchak ABC ning yuzini. Aytinglarchi? B ko'paytiruv C sinus alfa taqsim 2. To'g'rimi? Boshqa tomondan a taqsim sinus alfani nimaga tengligini bilamizmi? A taqsim sinus alfani. Tashqi 2r, r bu tashqi chizilgan radiusi. Rozimizmi shunga? Mana shundan sinus alfani topa olamizmi? Sinus alfani topsak nima bo'ladi bu yerdan? Topilgan sinus alfani olib kelib bu yerga qo'ya olamizmi? To'g'rimi? Unda nima bo'ladi formula? Qaranglar, b ko'paytirilgan c sinus alfani o'rniga a taqsim 2r qo'ysa 2r 2 4r bo'ladi. Unda bizda formula kelib chiqadi. Uchburchak yuzini
tomonlari va radius orqali ifodasi. Ya'ni formula qanaqa bo'lyapti? ABC taqsim 4R bo'lyapti. ABC taqsim 4R. Tushunarli-a? Demak, biza uchburchakning yuzasi, tomonlari va tashqi chizilgan aylana radiusi o'rtasidagi munosabat topdik. Bu bizada ikkinchi xossiyat. Bu bizada ikkinchi xossiyat. Tushunarlimi? Tushundingmi? Muhammad Sodiq tushunmadingmi? Savol bo'lsa beringlar. Savol bo'lsa beringlar. Buni o'chiraman. Xo'p. Bitta misol ko'ramiz, mana shunga oid. Mana sizlarga savol. Uchburchakning hamma tomonlari bor. 13, 14, 15 ja mashhur savol. Savol quyidagicha tashqi chizilgan aylana radiusini topish kerak. Tashqi chizilgan aylanani radiusini topish kerak. Mana. Topa olasizlarmi tashqi chizilgan aylana radiusini OR, ya'ni R masofani radiusi. Topa olamizmi yo'qmi? Albatta topa olamiz. Chunki nimaga? Bizda 3 ta tomon bor. A bor, B bor, C bor. Bemalol radius topsak bo'ladi. Aytishinglar mumkin, yuza yo'q-ku deb. Lekin sizlar bilan kelishuvimiz bor, Agar 3 ta tomon bo'lsa, sizlar yuza topa olasizlar. Aytgansizlar, topa olaman deb, to'g'rimi? 3 ta tomon bo'lsa bo'ldi, yuza topamiz. Qaysi formuladan? Geron formulasidan to'g'ri. Gerondan biz bemalol yuzani topa olamiz. Tushundingizmi? Demak, Geron formulasini hisoblaymiz, lekin 13, 14, 15 bo'lsa kim esida bor? Yuza necha? Mayli, o'zim aytaman. Mayli, hisoblamam beraman. Geron esdan chiqib ketganlarga. Demak, biz Geron formulasini ishlatamiz. Geron formulasi mana bunaqa edi. P minus A, P minus B, P minus C. To'g'rimi? P bu yerda yarim perimetr edi. Ketdik, yarim perimetr topib olamiz. 13, 14, 15 taqsim 2. 13 14, 27, 27 ga 15 qo'shaman. 42 ni 2 bo'lsam 21. Yuzani topib olaman. 21 ko'paytirilgan 21 dan 13 ayringlar. 21 minus 13. Yoza qoling, 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15. Yozib qo'ya qolaman. 21 kara 21 dan 13. 8 21 dan 14. 7 21 dan 15. 6. 8 7 6. Tushunarli? 21 nima degani? 21 7 kara 3 degani. Demak, 7 kara 3 kara 8 kara 7 6 ni nima deb yozay? 2 kara 3 yozsam bo'ladimi? 3 kara 3 dan nima chiqadi? 9 3 chiqadi. 7 kara 7 49 7. 8 kara 2 16 4 chiqadi. 3 kara 7 21, 27 kara 4, 21 kara 4 84 edi. Nahotki eslolmadinglar. Yuza 84 edi. Yuza topdikmi? Endi radius topsak bo'ladimi bu yoqdan? Radius qanaqa qilib topamiz? Radius topsak nima bo'ladi? A, B, C taqsim R bilan S joy almashdi. Nima bo'ladi? 4S bo'ladi. Eslab qolinglar, buni ko'p ishlatiladi. Radius barobar A 13, 14, 15 taqsim 4 kara S 84 ana. Tushunarli? Qaranglar, 14 bilan 84 14 ga qisqaradi. Bunga bittadan, bunga 6 tadan. Tepada 13 bor, 15 bor, pastda 4 kara 6 24. Hali, yana 3 ga qisqartiramiz. 8 bu 5. 13 kara 5 65 taqsim 8. Radiusimiz 65 taqsim 8 bo'ladi. Tushundinglarmi? Formula tushunarlimi? Xatdan kelib chiqqani. Ishlatilishi tushunarlimi? 3 ta tomonni beradi-da, aylanani radiusini top deydi, bo'ldi. Tushunarli? Juda ham oddiy, yozib olamiz. Teng yo'lli uchburchakda diqqat qilamiz. Xo'p, qaranglar. Teng yo'lli uchburchak bilan keladigan holatda nimani ishlatishni bilishimiz kerak. Diqqat. Mana bizda teng yo'lli uchburchak berilgan bo'lsin. Bunga aylana tashqi chizilgan. Aylana bunga tashqi chizilgan. A, B, C. Xo'p, teng yo'lli buni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Demak, mana bu yon tomoni teng. Bu tomon B, bu tomon B. Xo'p, bu asosi A. Xo'p, diqqat qilasizlar. Agar bu yoqdan biz balandlik tushirsak mana. Balandlik, ha? BD balandlik tushiraylik. Mana. Asosi A degani bilamiz, mana bu tomon A. Xo'p. Endi mana shu D nuqta bor-ku, asl tomonning o'rtasi bo'lishini bilamiz, Chunki teng yo'lli uchburchakda balandlik tushsa, bu ham mediana ham bisektrisa hisoblanadi.
Demak, mana bu BD kesmani qayeridadir aylanani markazi yotadi. Nimaga deydi? Chunki biz aytganmizki, aylanani markazi o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqta deydi. Bu ham как раз o'rta nuqta-ku. Tomonning o'rtasi-ku, undan perpendikulyar chiqarganmiz-ku. Demak, aylanani markazi mana shu nuqta kesmada yotishi aniq. Tushuntira oldimmi? Demak, mana bu aylanani markazi O. Xo'p, endi diqqat qilamiz. Mana bizda nima bo'ladi? Aylanani radiusi R bo'ladi. Hamma rozimi? Xo'p, agar mana bu kesma bizda h bo'lsa, mana BD balandlik bizda nima bo'lsa? H bo'lsa, mana to'liq BD H. BDimiz bizda balandlikka teng. H bo'ladigan bo'lsa. To'g'rimi? Tasavvur qilsam, BD qaysiligini? Mana bu to'liq bizda H. Tushundinglarmi? Unda O dan B gacha masofa nima bo'ladi unda? O dan B gacha. Yo'q, mana bu masofa. Aylanani radius-ku. Unda O dan D gacha masofa nima bo'ladi? H minus radius. Tushunarli? Endi mana bu masofa nimaga teng bo'ladi unda? A taqsim 2. To'g'rimi? Mana shu joyda siz Pifagor qo'llashni bilishingiz kerak. Mana bu uchburchakka nisbatan mana. Mana bu uchburchakka nisbatan ODS uchburchakka nisbatan Pifagor qo'llashni bilishingiz kerak bo'ldi. Mana shu qo'llash orqali ko'p masalalarni ham hal qilsa bo'ladi teng yo'lli uchburchakda. Tushunarlimi yo'qmi? Demak, nima bo'ladi aytinglarchi? Pifagor teoremasi qanaqa bo'ladi? H minus R ni kvadrati plus A taqsim 2 ni kvadrati teng radius kvadrat. Ya'ni bu balandlik tomon va radius orasidagi munosabat bo'ladi teng yo'lli uchburchakda. Tushunarlimi? Bizda mana shu formula kelib chiqadi. Teng yo'llikda asosan mana shu balandlik qatnashgan paytda mana shunaqa ishlatasizlar. Tushunarlimi aziz? Tushundiga, hamma tushunda. Xo'p, endi 4-xossiyga qaraymiz. 4-xossi. Bu teng tomonli uchburchak bilan keladi. Teng tomonli. Teng tomonli uchburchak, ya'ni muntazam uchburchak. Muntazam uchburchak bilan keladigan holat. Xo'p, bizda demak muntazam uchburchak berilgan bo'lsin. A bilasizlar, hamma tomon muntazam uchburchakda teng bo'ladi mana. Uchala tomon ham teng bo'ladi va burchaklar ham ma'lum bo'ladi, to'g'rimi? Burchaklar ham bizda ma'lum. Aylana chizadigan bo'lsak, A, B, C uchburchakka aylana tashqi chizilgan bo'lsa, bu yerda radius topish juda ham oson. Bilasizlarmi nimaga? Chunki mana shu burchak ma'lumda muntazam uchburchakda. Necha gradus bo'ladi burchak? 60 gradus bo'ladi muntazam uchburchakda. Tushundiga? Hamma tomon teng bo'lgandan keyin. Unda bemalol topsanglar bo'ladi tashqi chizilganlarning radiusini. Mana radiusi bemalol topa olasizlar. OS masofani. Mana radius. Qanaqa qilib topamiz? A taqsim sinus 60 teng 2R. Boyagi formulamiz, to'g'rimi? Tushunarli? Unda sinus 60 nimaga teng? Ildizosi 3 taqsim 2, 2 tepaga chiqadi. A taqsimini hozir mayli yoza qoling. 2 tepaga chiqsa 2A taqsim ildizosi 3 teng nima bo'ldi? 2 ta R bo'ldimi? 2 bilan 2 nima qilib ketadi? Qisqarib ketadi. Nima bo'ladi unda? A teng ildizosi 3 R bo'ladi. A teng ildizosi 3 R bo'ladi. Tushunarli? Mana shu formula ishlatiladi. Ya'ni radius ildizosi 3 ko'paytirsanglar tomon kelib chiqadi. Tomonni ildizosi 3 ga bo'lsanglar radius kelib chiqadi. Tushunib oldinglar formula qayerdan kelgani? Qiyin emasmikin? Qiyin emas. To'g'ri burchakli uchburchakda. Nimada? To'g'ri burchakli uchburchakda. Xo'p. Diqqat qilamiz, to'g'ri burchakli uchburchakda bizda qanaqa bo'ladi? A, B, C to'g'ri burchakli uchburchakda A, C gipotenuza bo'lsin. Xo'p, diqqat qilinglar, aylana tashqi chizilsa 3 ta uchidan o'tadi, to'g'rimi? Mana shu 3 ta uchidan aylana o'tadi mana. Mana. Tushundiga? Uchala uchidan ham aylana o'tadi. Va bitta narsani bilinglar. Mana bu burchak 90 gradusmi? Bu ichki burchakmi? Ichki burchak markaziy burchakning yarmiga tengmi? Unda mana bu markaziy burchak qancha bo'ladi? 180. Qaysi vatar 180 gradusli yoyni tortadi? Diametr. Demak, har doim bilib olinglar.
mana bu gipotenuza bo'ladi-ku. Mana gipotenuza S. Gipotenuza S har doim diametrga teng bo'lar ekan. Tushundingiz? Demak, qoidamiz nima? Gipotenuzani uzunligi S aylanani diametriga, ya'ni ikkita yerga teng ekan. Tushunarlimi yo'qmi? Tushundikmi? Tushunarli-a? Xo'p, endi 5-xossa keyin yana bitta qoida yozib qo'yaylik. Qoida. Mana shu yerda tushunib oldinglar o'zingizlar menimcha. Qaranglar. Aylanani markazi bor-ku, hozir uchburchakning tomonida yotibdi, to'g'rimi? Agar mana bu burchak 90 gradusdan ozgina kamaysa, bu o'tkir burchakli uchburchak bo'ladi. Unda markaz narigi tomonga qarab qochadi. Ichkariga qarab keladi. Uzr, mana bu o'tkir burchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak sal mundoqroq bo'lsa, bundoq qilib chizadigan bo'lsam, markaz uchburchakning ichiga tushib qoladi, ko'rasizlar? Demak, o'tkir burchakli uchburchakda deylik mana. Bizga uchburchagimiz o'tkir burchakli bo'lsa, aylana tashqi hissasilar-ku bunga. To'g'rimi? Aylana tashqi hissasilar. Aylana tashqi chizganingizda aylanani markazi uchburchakning ichida yotadi. Aylana markazi O uchburchakning ichida bo'ladi. Agar uchburchaginglar 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, uchburchaginglar 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, aylana chizilsa, aylanani markazi uchburchakning tomonida yotadi. Tushunasizlar? Agar uchburchaginglar o'tmas bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa uchburchak bo'ladigan bo'lsa, unga tashqi chizilgan aylanani markazi mana bunaqa sal chizish kerak, to'g'rilab. Tashqi chizilgan aylanani markazi uchburchakdan tashqarida bo'ladi. 3 xil holat bor-da. Demak, qaranglar, o'tkir burchaklikda aylana markazi ichida bo'ladi, to'g'ri burchaklikda tomonda bo'ladi, 90 graduslikda aylana markazi. O'tmas burchaklikda mana alfa 90 dan katta bo'lgan paytida aylananing markazi uchburchakdan tashqarida bo'ladi. Qoidani ham bilib olishinglar kerak. Tushunarli-a? Buni ham yozib qo'yishimiz kerak. Muammo yo'qmi? Tushunarlimi? Yaxshi. Uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi O nuqtada bo'lsa, deyapti, X burchini top deyapti. O'si X burchini topgan deyapti. Tushunamizmi? Men sizga o'tirmadim. Xo'p, diqqat qilinglar, bu ichki burchagi, bu AC yoyiga qarayaptimi? Unda mana bu X burchak ham nimaga qaraydi? X burchak ham AC ga. U 2 barobar ko'p bo'ladi. Markaziy burchak ichki burchakdan 2 barobar ko'pligi uchun u nima bo'ladi endi? 110 gradus bo'ladi. Qiyinmikin? Xo'p, mana bu o'xshash. Ikkinchi misol. G'irt shunaqa o'xshash. 50 bo'lsa, bu 100 bo'ladi. Tushunarli? Mana 4-misol. 4-misolga qaraymiz. Xo'p, qaranglar. 4-misolda xo'p, mana bu burchakni X deb qo'ygan, to'g'rimi? Lekin biz bilamiz, mana bu 42 bo'lsa, mana biz bu yerga radius tushirib olsak bo'ladi o'zimizdan mana. Mana bu radius bo'lsa, bizda mana ham radius bo'ladi. Unda mana burchak X bo'ladigan bo'lsa, mana burchak X bo'ladigan bo'lsa, mana burchak ham X bo'ladi. Tushunamizmi? Hamma tushunyaptimi? Tushunmasanglar savol beringlar. Xo'p, endi diqqat qilinglar. Bu 42 gradus bo'lsa, mana qancha bo'ladi? 84 gradus bo'ladi. Unda mana ikkita burchakni bemalol topsa bo'ladi X bilan buni. Tushunarli? Demak, nima qilamiz biz? 180 dan 84 ni ayiramiz. 96, 96 ni 2 bo'lsa, demak X 48 gradus kelib chiqadi. Tushunarlimi? Qiyinmi? Qiyin emas. Xo'p. O'xshash misollar mana. O'xshash misollar davom etadi. Qaysini belgilagan ekanman? Men 10-misolni belgilagan ekanman mana. O nuqta ko'rinyaptimi hammaga? O nuqta tashqi chizilgan aylananing markazi ekan. Mana O nuqta tashqi chizilgan aylananing markazi. Tushunarli? O'rta perpendikularlar kesishgan nuqtada. H nuqta balandliklar kesishgan nuqta. Tushunarli? Uchburchakning balandliklari kesishgan nuqta ekan. Unda mana bu orasidagi burchakni nimasini X burchini topgan deyapti. Tushundingmi? Masala qanaqa? To'g'rimi? Unda men balandlik bo'lsa, bundoq davom ettirsak bu balandlik bo'ladimi? Bu odam bundoq davom ettiradigan bo'lsa, bu balandlik bo'ladi, chunki balandliklar kesishgan nuqta bo'lgan ekan. Mana necha gradus bo'ladi? Bu 90 gradus bo'ladi. Endi diqqat qilinglar, bizga mana bu X burchini topgan deyapti-ku. Mana bu kesma bilan mana, qaranglar mana bu bilan mana orasidagi burchini topgan deyapti. Ko'rinyaptimi? Mana shu burchini topishimiz kerak. Mana bu burchini topishimiz kerak. X burchini. Tushundinglarmi? Taklif, ideya nimadir bormi? Misol qiyin emas. Xo'p. Mana bunaqa qilsak bo'ladi, diqqat qilinglar. Mana bu 50 gradus-ku, to'g'rimi? Agar biz bundoq qilib chizadigan bo'lsak, mana bu 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bisektriса emas, bu 50 gradus hozir. Qaysini? Yo'qmi? Yo, buni oxirigacha mi?
Xo'p, qaraymiz. Bu 70, bu nechi? Bu 20 gradus, to'g'rimi? Xo'p. X 20. Mana bu 50 gradus-ku. 50 gradus qaysi yoyga qarayapti? AB yoyga qarayaptimi? Unda yoy necha gradus bo'ladi? 100 gradus bo'ladi. Tushunasizlarmi? Mana bu Rayhon aytdi-ku, mana bu diametr dedi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Unda mana bu общий necha gradus? Общий 180 gradus bo'ladi. Unda mana bu yerdan bu yoqgacha qancha qoladi? Bu yoq 100 bo'lsa, bu yoqqa qancha qoladi? 80 qoladi. Bu yoq 80 bo'lsa, unga qaysi? Mana 20 plus x burchak qarab turibdim 80 gradusligiga. 20 plus x 80 bo'lsa, 20 plus x o'zi 40 gradus bo'lishi kerak ichki burchi. Unda 40 bo'lsa, x imiz qancha chiqadi? 20 chiqadi. Tushunarli? Sal murakkabroq ketib qolmadik deb o'ylayman. Balandlikdan foydalanish kerak edi, lekin men burchaklardan foydalanib o'ra qoldim. Tushunarli? Yana boshqa usullarni ham ko'rasizlar o'zingizlar. Oson yo'llari bo'lishi aniq. 12 lar o'xshash ketdi, mana bu misol. Qaranglar. O nuqta tashqi ko'rinyaptimi? O nuqta tashqi chizilgan aylananing markazi, mana bu tashqi chizilgan aylananing markazi ekan. OD perpendikulyar asi, mana bu OD asiga perpendikulyar ekan. Tushunasiz? OD asiga perpendikulyar. Hop, B dan O gacha masofa 13 ekan, mana bu masofa 13. Asini topgin deyapti. Asini uzunligi x deyapti, mana bu joy x deyapti. Masala juda ham oddiy. Juda oddiy. Mana qaranglar. Mana bu necha? 5. Ko'rasizlarmi? Mana buni 5 deb qo'yishgan mana. O dan A gacha masofa ham 13 bo'ladi. Aniq-da, chunki, to'g'rimi? Unda mana bu masofa qancha bo'ladi? X bo'lsa, bu x taqsim 2 bo'ladi. Nimaga desanglar, bu o'rta perpendikulyar bo'ladi. O'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqtada bo'lardi, aylananing markazi. Bu x taqsim 2 bo'ladi. Endi 13, bu 5 bo'lsa, o'zi bu katet qancha bo'ladi? Bu o'zi bu katet 12 bo'ladi. Mana. Boshqa rang tanlasak yaxshi bo'lardi. Bu o'zi 12 bo'ladi. Agar bu 12 bo'ladigan bo'lsa, x taqsim 2 12 bo'ladigan bo'lsa, x qancha bo'ladi? 24 bo'ladi. Tushundinglarmi yo'qmi? O'xshash misollar, mana men bilan ham o'xshash. 16 ham o'xshash, hop bu ham o'xshash. Tekstli zadachalar, ya'ni matnli masalalar ham unga o'xshash bo'ladi. Tushunarli? Hop, mana qaranglar 21. O'qinglar. Uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi 17 ga teng, aylana markazidan uzunligi 30 ga teng bo'lgan tomongacha bo'lgan masofani toping. Uchburchak bor ekan, unga aylana tashqi chizilgan ekan. Bu degani aylanaga uchburchak ichki chizilgan ekan. Tushundingizmi? Mana. Tushundik? Xullas, mana bu o'rinda tegdi deb aniq qilinglar, qaranglar. Hop, aylananing radiusi qancha ekan? 17. Aylana markazidan, mana aylananing markazidan O dan tomoni nechigacha? Tomoni 30 ga teng bo'lgan tomonigacha masofani topgin deyapti. Masofa bilasizlar, har doim 90 gradusga tushib boradi. Mana shu D masofani topinglar deyapti. Juda ham oddiy masala, to'g'rimi? Agar mana bu aylananing radiusi qancha bizada? 17 bo'lsa, mana bu masofa bizada mana bu qizildagi 15 bo'ladi. Pifagordan D ni topib qo'yasizlar. Faqat masalani o'qib tushunsanglar bo'ldi. Ko'rinyapti nimaga? Xo'p. Demak, Pifagor ishlatsak, D kvadrat teng 289 dan 225 ayrsam necha bo'ladi? 289 dan 225 ayirsa 289 minus 225 64 bo'ladimi? D qancha bo'ladi? Bu 21-misol edi. Tushundingmi? Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Xo'p, ko'rinmayotgan bo'lsa, agar ana qilsak bo'ladi. Bu yerga o'tirib olinglar, agar fokus yaxshi tushmasa. Xo'p, o'xshash. Xo'p, 23. 23 ham ko'rib ketamiz. ABC uchburchakka tashqi chizilgan aylana markazi O nuqtada. Demak, bizada ABC uchburchakka aylana tashqi chizilgan, aylanaga uchburchak ichki chizilgan. Demak, ABC uchburchakka aylana tashqi chizilgan. Aylananing markazi qayerda deyapti? O nuqtada deyapti. Mana aylana markazi O nuqtada. AB 24 ekan. Mana bu masofa qancha ekan? 24 ekan. AO qani? Mana bu AO. A dan O gacha masofa qancha ekan? 13. AO bo'lgandan keyin radius bo'ladimi? Radius 13 bo'lsa, AOB uchburchakning yuzini topgin deyapti. AOB mana bu uchburchakning yuzini topishimiz kerak ekan. Tushunarlimi? Shu uchburchakning yuzini toping deyapti. Mana bu uchburchakning yuzini topishimiz kerak ekan. Mana bu uchburchakning yuzini topishimiz kerak ekan. Tushundinglarmi? Hamma tushundimi? Masala oddiy, qiyin emas, uchburchakning yuzini topish qiyin emas. Xo'p, nima qilamiz uning uchun? Mana bundan bitta balandlik tushiramiz, to'g'rimi? Balandlik tushirsak,
Xo'p, mana bu yoq qancha bo'ladi? Mana masofa. 12 bo'ladi. Mana bu ham qanchaga teng? 13 ga teng, mana. Unda mana buni topib olsak bo'ladimi? 5 bo'ladimi? Unda uchburchak uchun AOB uchun balandlik bo'ladimi? To'g'rimi? Bo'ldi. Unda SAOB ni yuzini osongina topib qo'yamiz. SAOB nimaga teng bo'ladi? 24 kira 5 taqsim 2 ga. 2 bilan 24 qisqarib 12, 12 kira 5 necha bo'ladi? 60 bo'ladi. Tushunarlimi yo'qmi? Qiyin emasmi? Tak. Qaraymiz endi bu yerda radius top dot. Boya aytgan masalama, qaranglar, uchburchak bor, mana qaranglar. Uchburchak yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Menga bu yoqdan ko'rinmayapti. Mana burchi necha? 60 gradus. Mana bu tomon 6/3 aylanani nimasini topgan deyapti? Radiusini topgan deyapti. Tushundinglarmi? Bo'ldi, bizda formula bor. 6/3 ni sinus 60 ga nisbati nimaga teng bo'ladi bizda? 2r ga teng bo'ladimi? Tushunasizlarmi? 6/3 taqsim sinus 60 2r ga teng bo'ladi. 6/3 taqsim 3 taqsim 2 nimaga teng bo'ldi? 2r ga 3 lar qisqardi, 2 kira 6. 12 bo'ldi, bu 2r, 2 lar ham qisqarib ketdi, mayli. R qancha bo'ldi? 6 bo'ldi. Tushundinglarmi yo'qmi? Tushundingmi? Tushunasizlarmi, Umid, Aziz? Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p. Qaraymiz. 25-sida tashqi chizilgan aylanani radiusi o'xshash savollar, bular tashlaymiz. Muyassar opa, qaysi biri belgilangan ekan? Bitta o'qib olasizmi? Qog'oz menda, menimcha. Tak, nechidamiz hozir? 30. 30 ni ko'rib berishim kerak ekan. 30 ni ko'rib berishim kerak ekan. Mana. Tak, qaranglar. Bizda 30 nima deyapti? Tashqi chizilgan radiusi ABC muntazam uchburchak ekan. ABC qanaqa ekan? Muntazam uchburchak ekan. Xo'p. Muntazam uchburchakda mana bu balandlik sidi bisektrisa deb qo'ygan. Muntazamda u balandlik ham bo'ladi, bilasizlar. 15 ga teng bo'lsa radius toping deyapti. O'zi bitta gap aytaymi? Bunaqa masalalar bor-ku, bunaqa misollarni bittada o'zi ishlashingiz kerak. Tayyor formulasi bor, balandlikni radiusga bog'langan formulasi bor. Uni keltirib chiqarib bermadim. Tomonni balandlik radiusga bog'lab chiqarib berdim, to'g'rimi? Endi biza hozir balandligimiz bo'lsa, biz tomonni topa olamiz har doim. Chunki bezatkasi bu necha gradus? 60 gradus. Mana bu joy bizda 60 gradus. To'g'rimi? 60 gradus. Biza bemalol sinusga ta'rif berib, a tomonni topib olamiz-da. To'g'rimi? Keyin uni ildiz osti 3 ga bo'lsa, radius kelib chiqadi. Boya formulasini berdim. Lekin uni qilmaylar. Formulaga umuman tayanmaylar. Formula esdan chiqib qolishi mumkin. To'g'ri? Yo kirganlarda mana shu formulalar beriladi, bog'lovchi formula, lekin unga tayanmaylar. Har doim o'zingizlar ishlashga harakat qilinglar. Xo'p. Kelib biz boshqacha anaqadan mantiqdan kelib chiqamiz. Bitta gap bor, ichki chizilgan aylanani markazi bilan tashqi chizilgan aylanani markazi muntazam uchburchakda bitta nuqtada bo'ladi. Bilib olinglar. Tushunarli? Chunki o'rta perpendikularlar ham o'sha yerda bisektrisalar ham mana shu yerda kesishadi. O'rta perpendikularlarning o'zi balandlik mediana bisektrisa bo'ladi. Unda mana bu 15 bo'lsa, medianlar kesishgan nuqtadan 2/1 nisbatda bo'linardi-yu. Bu yoq 15 bo'lsa, buni 3 ga bo'linglar. Bu yoq qancha bo'ladi? 5 bo'ladi. Hamma rozimi? Unda mana bu qancha bo'ladi? 30 gradus bo'ladimi? Chunki mana bu bisektrisa bo'lsa, muntazam bo'lsa 60 ku burchaklari. 30 gradus bo'ladi. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Unda radiusimiz qancha bo'ladi? 10. O'sha aspektdan, o'sha tomondan kelib ishlasanglar yaxshiroq. Tushundinglarmi yo'qmi? Tushundik, Rayhona? Mana bu 5. Tushundik? Xohlasanglar mana bunaqa formula ham yaratib qo'ysanglar bo'ladi. R har doim 2h taqsim 3 bo'ladi. Yodlasanglar ham yaxshi. Milliy sertifikatda yodlaganingiz ham qo'l keladi. Tushunarli-a? Tushundingmi? Tayyor formula. Yo'qda ikkita mediana taqsim 2. Mana bu yoqda ham 2h taqsim 3 ku. 12 ni 3 ga bo'lasizlar. To'g'ri, 2 ga ko'paytirsanglar 8 bo'ladi. Tushundingmi? Tushuna oldik-a? Lekin nima uchunligini bilib ishlasanglar, baribir bu boshqa gap. Nima uchunligini bilib ishlasanglar, o'zingizlarga yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, 32 ko'rdik, 35. 35-misol. Xo'p, mana bitta muammo yo'q, qaranglar 33 da. To'g'rimi? Radius top deyapti. Radius topsa bemalol, to'g'rimi? Pifagordan buni topdik. Radius topish uchun gipotenuzani nechaga bo'lib qo'ydik? 2 ga bo'lib qo'ydik. Tushundingmi? Hamma tushundimi? Xo'p. 35-misol ekan bizda. 35 mana. Bizda balandlik bor, balandlik ajratgan kesmani uzunligi bor mana. Ko'rinyaptimi? Bizda tashqi chizilganlarning radiusini topishimiz kerak. Uning uchun gipotenuza topishimiz kerakligi aniq. Kimda taklif bor? Mana o'zi radius topishingiz uchun gipotenuza kerak, chunki radius gipotenuzani yarmiga teng.
Proyeksiyadan foydalanamiz, to'g'ri. Bizda h barobar ildiz osti x y degan formulamiz bor, to'g'rimi? H bizda gipotenuzaga tushirilgan balandlik 9 teng ildiz ostida bitta proyeksiyam 3, bittasi noma'lum. To'g'rimi? Kvadratga oshirsam 81 teng 3y mi? 3 bilan 81 qisqarib y teng necha bo'ldi? 27. Demak, mana bu proyeksiyaning uzunligi 27 bo'ladimi? 27 ga 3 qo'shinglar 30. Gipotenuzaning uzunligi 30 bo'ldi. Unda radius topadigan bo'lsak 30 taqsim 2 15 bo'ladi. Tushunarlimi yo'qmi? Tushundingmi? Keyingi masalamiz 37. Mana. To'g'ri burchakli uchburchak ekan, AB radius top. Radius topish uchun shunaqa hali ham gipotenuzani yarmiga teng. Mana endi gipotenuza bo'lib turibdi hozir bizda. Tushundingmi? Mana uzunlik bizda gipotenuza bo'lib turibdi. Mana formula o'sha eski formula. Nima qilamiz? Qaranglar. Kosinusga ta'rif beramiz, to'ppa-to'g'ri. Kosinusga ta'rif bersak, yopishgan katet bilan gipotenuzani bog'laymiz. Kosinus 30 nimaga teng bo'ladi? Yopishgan katet 6 ildiz osti 3 ni gipotenuza s ga nisbat. Hamma rozimi? Kosinus 30 ildiz osti 3 taqsim 2, 6 ildiz osti 3 taqsim s, ildiz osti 3 lar qisqari, s teng necha bo'ldi? 12 bo'ldi. S gipotenuza 12 bo'lsa, radius topib qo'yasizlar. 12 taqsim 2, radiusimiz qancha bo'ladi? 6. Tushundingmi? Xo'p. 37, keyingisi 40-41. 40. Qaranglar, ABC qanaqa uchburchak ekan? Teng yonli uchburchakda radius topgin deyapti. Bu ancha-muncha oson misol, bilasizlarmi nimaga? Qaranglar, men osongina ishlab qo'yaman. Menimcha tushunasizlar. Balandlik tushiraman. Bu yoq qancha bo'ladi? Bu 30 edi общий. Teng yonlikda bu mediani ham hisoblanadi. Bu 15 bo'ladi. To'g'rimi? Bu 15 bo'lgandan keyin Pifagordan buni topa olasizlarmi yo'qmi? 8 bo'ladimi? Tushundingmi? Unda bizda balandlik bor, asosiy tomoni bor. Hamma tushunyaptimi yo'qmi? Yuzasini topa olamizmi uchburchakni? Uchburchakning yuzini topamiz. Tomonini 30 ni 8 balandligiga ko'paytirib necha bo'lamiz? 2 ga. ABC ni topadigan bo'lsam, bu qisqarib to'g'ri necha bo'ladi? 120. Bizda radius topadigan formulamiz bor, qanaqa edi? Yuz orqali. 4 s, to'g'rimi? A bizda 17, B ham 17, S 30 taqsim 4s. 4 kere 120. Hamma rozimi? 120 bilan 30 vaqt ketadi. Bunga 4 tadan bunga bittadan 4 kere 4. 16, 17 kere 17 289 taqsim 16. Mana radius shunga teng. Bolalar tushundinglarmi? Hamma tushundimi? Tushundik? Yaxshi. Tak. 41 ketdi, 43. Bitta yana o'sha list tushib qolibdi. Mana 41, 42, 43. Xo'p, mana 43 o'sha mashhur misol. Qancha chiqdi? E'tiboringlar 13, 14, 15. Ishlariga buni. 184, unda radiusimiz 13 kere 15 kere 14 taqsim 84 ko'paytiruv 4. Bu bilan qisqardi 6, 6 bilan bu 3 ga qisqardi 2, bu 5. Radiusimiz qancha bo'ldi? 65 taqsim 8 bo'ldi. To'g'rimi? Xo'p. 43 48. Keyingisi 48 ekan, mana. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti hammaga? Xo'p, qaraymiz. O tashqi qisilgan aylanani markazi, asi uchburchak bor. Asi qancha? Asi tomon? Asi tomon nimaga teng? 10 ga teng. CD tomon qanchaga teng? 5 ildiz osti 3. BO tomon 8 ekan, ya'ni men bu radius 8 demoqchida sizlarga. Tushundingizmi? Mana men radius 8 demoqchi sizlarga. Radius 8, men bu O. Men bu B. 8 sizlardan nimani so'rayapti? X so'rayapti. Juda ham oddiy masala. Juda ham oddiy masala. Men bu 8 bo'lganda, bu X bo'lganda sizlar nimaga tayanasizlar? Men bunga tayanasizlarmi? Shu burchakni alfasini topsanglar, mana bunaqa qilsak bo'ladimi? Mana qaranglar. X taqsim sinus alfa teng nimaga? 2 ergami? Radius 8 mi? Tushunamiz-a? Hamma tushunyaptimi? Xo'p, endi bizda radius bor-ku bizda. X taqsim sinus alfa, radius necha? 8. 2 kere 8 necha bo'ladi? 16. Unda x topadigan bo'lsak, 16 kere sinus alfa bo'ladi. X qancha bo'ldi? 16 kere sinus alfa bo'ldi. Tushunarlimi? Xo'p. Bizda nima yo'q lekin endi x topishimiz uchun? Albatta. Demak, sinus alfa ko'rinib turibdi. Qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbati. 5 ildiz osti 3 ni 10 ga nisbati. Bunda sinus alfa nima bo'lib qoldi? Ildiz osti 3 taqsim 2. Topilgan sinus alfani olib o'tga qo'ysanglar bo'ladi mana. Tushundingmi?
Natijada xira bo'lib qoldi. Ha? Xira bo'lmadimi? Ko'rinyapti hammaga. X topadigan bo'lsam 16 karra ildiz osti 3 taqsim 2. X topadigan bo'lsam 8 ildiz osti 3 bo'ladi. Tushundingmi? Bu 48-misol edi. Xo'p. 50-misol 3 ta tomon berilgan, tashqi silganlarning radiusini toping. Geronga o'xshagan formulaga qo'yasizlar, chiqadi. 51 da oson, bu ham bitta formulali 56 lar, bular oson. Xo'p, 53. Bisektrisasining uzunligi 12 ga teng bo'lgan hozirgi formula 2l taqsim 3. Bisektrisasining uzunligini 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lsanglar bo'ldi, radius kelib chiqadi. Tushunarlimi yo'qmi? Prosta boyagi chizmada ishlaganlarimiz tekstviy qilib beryapti. Tushundik? Hozirgi ishlaganlarimiz g'irt o'zi. Xo'p, bizda qaranglar endi mana savol qanaqa? Yaxshi savol kelgan. Xo'p. Uchburchak ABC 45 gradus, 60 gradus, radius 6 ga teng bo'lsa, uchburchakning yuzi ABC ni topgin deyapti mana. Savol tushunarlimi? Xo'sh, taklif bormi? Albatta 60 gradus to'g'risida tomon A tomoni bemalol topsak bo'ladi. Biz nima deymiz? A taqsim sinus 60 teng 2 ta 20. A taqsim ildiz osti 3 taqsim 2. Radiusimiz 6 ku mana bu. To'g'rimi? Radiusimiz 6 ku. 2 kara 6 12. Ildiz osti 3 taqsim 2 nima bo'lib o'tadi? 12 kara ildiz osti 3 taqsim qancha bo'ldi? Demak, A 6 ildiz osti 3 bo'ldi mana tomon. Unda mana 45 qarshiligini topib olsak bo'ladimi? Endi biz ta'rif bermaymiz radiusga, o'zimiz sinuslar teoremasini ishlatib olsak ham bo'ladi. Mayli, mana bu tomonni B deylik. Unda aytinglar, B taqsim 45 bu ham teng bo'ladi 2R ga 12 ga. B ni topib olsanglar bo'ladi. 12 kara ildiz osti 2 taqsim 2. B ni topib olsak 6 ildiz osti 2. Men sal palapartishroq yozaman har xil tomondan. B qancha bo'ldi? 6 ildiz osti. Bu 45 gradus, bu 60 qo'shinglar. 105 mi? Mana burchak qancha bo'ladi mana burchak? 75. Unda sizlar bilasizlar-ku, agar sizlarga ikkita tomon berilsa, mana bu ikkita tomoni va orasidagi burchak berilsa, sizlar bemalol nimani topa olasizlar? Yuzani topa olasizlar. Demak, yuza qanaqa bo'ladi? Aytinglarchi, 6 ildiz osti 3 kara 6 ildiz osti 2 kara sinus 75 taqsim 2. Sinus 75 gradusni qiymatini bilasizlar. 6 ildiz osti 3, 6 ildiz osti 2 keltirish formulasidan keltirsanglar ham bo'ladi yoki kosinus 15 degan. Kosinus 15 formulasi 1 qo'shilgan kosinus 30 ildiz osti 3 taqsim 2 taqsim 2 qo'rsanglar kelib chiqadi. Xo'p, bizada 36 ildiz osti 6, bu yoqda 2, tepada 2 plus ildiz osti 3. Trigonometriya qoida daftaringlardan qaraysizlar. 2 pastga tushib 4